Assalomu alaykum qadrlik anglag'uvchilar. Misrlik yozuvchi Muhammad Ahmad Jadul Mavlaning Qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz. Fir'avnning tarsalig'i. Fir'avn Musa alayhissalomning mo'jizasini ko'rib hang-tang qoldi. Ikki xil o'y-fikr uning qalbida keskin ilishmoqda edi. Oxiri taxtini saqlab qolish orzusi ustunlikni egalladi-da, Musa alayhissalom bilan toki ko'nglidagi g'ashlikni tugatgicha qat'iy ilishni yetib keldi. Bu ilishish uning taqdirini belgilaydi. Huquqli bir arbob qandoqmi buncha zo'r boylik va shon-shuhrat uchun kurash qilmasin, u bu ilishni Allohga ishonmaslikning qudrat qo'lg'ida davomlashtirishga majbur bo'ldi. U taxtni tortib olishga kelgan bu yot odamni tez piktirmoqchi edi. U bu maqsadga yetish uchun ko'rinishda o'z puhralarini rozi qilmoqchi bo'ladi. Uning otarman chaparmanlari uningga Musa bilan uning qavmining ziminda fitna fasod turg'izishiga, seni va sening ilohlaringni tashlashiga yo'l qo'yamsan, dedi. Sura Arab 127-oyatning bir qismi. Bu gapni anglagan Fir'avn qattiq g'azablanib, og'zini buzib o'z atrofidagilarga: "Biz ularning o'g'il bolalarini o'ltirib, qiz bolalarini qoldirayli", dedi. Orqada Fir'avn iymon keltirganlarni tap-tartmasdan haqoratladi. Ularga ziyonkashlik qilishga boshladi. Iymon keltirguvchilar Musa alayhissalomdan qutuldirishni talab qilib, uningdan Allohga iymon keltirmagan bu yovuz zo'migarning bo'za qilishdan saqlab qolishini umid qildi. Ular: "Ey Musa, sen bu yerga kelishning oldi-keyindimi biz hammamiz dafsanda qilingan edik", deyishdi. Musa alayhissalom ko'pchilikning cho'qon so'ralarini tinjitdi. Ularga yordamlashadiganligini bildirib, xotirjam qildi. Musa alayhissalom: "Allohdan madad tilanglar, sabr qilinglar. Yer yuzi haqiqatan Allohning mulkidir. Alloh uningga bandalaridan o'zi xohlagan kishilarni ega qiladi. Yaxshi oqibat taqvodorlarga mansub", dedi. Sura Arab 128-oyat. Musa alayhissalom haqiqatni davomli tashviq qilib, o'z xalqi uchun nijotlikka erishishning yo'lini ochib beradi. Uning e'tiqodi qat'iy, ko'ksi qorni keng edi. Fir'avn oxir Musa alayhissalomni o'ldirish yorlig'ini chiqardi. Bu uning o'zining dunyosini saqlab qolishdagi eng oddiy chorasi edi. U haqiqatan halokat girdoviga berib, qiyin ahvolda qolgan edi. Fir'avn tarafdorlari orsolda bo'lib qoldi. Iymon keltirganlar ularga Alloh taolo ko'zini ro'shanlashtirgan bir kishini ko'rsatdi. Bu kishi xaloyiqqa Musa alayhissalomni o'ldirishning ziyni va uning oqibatini ko'rsatib, xilma-xil bahona sabablarga radiya berdi. Kishini qoyil qilarlik nurg'un dalil isbotlarni misol qildi. U kishi mundaq dedi: "Fir'avn xondoniga mansub, iymonini yo'shiradigan bir mu'min odam edi. Sizlar Rabbim Alloh degan kishini o'ldiramsizlar? Holbuki u sizlarga haqiqatan Rabbinglarning dargohidan ro'shan dalillarni olib keldi. Agar u yolg'onchi bo'lsa, yolg'onchiligining ziyni uning o'zigadir. Agar u rostchil bo'lsa, u sizlarni qo'rqitgan azobning bir qismi sizlarga keladi. Alloh taolo haqiqatan haddidan oshgan yolg'onchini hidoyat qilmaydi." Sura G'ofir 28-oyat. Fir'avnning qish aqrabolaridan bir mu'min kishimi xalqlarni Allohning qudratiga diqqat qilishga ogohlantirdi. U mundaq dedi: "Ey qavmim, men sizlarning jamoalar uchirgan jazoga uchirishinglardan qo'rqaman. Nuh, Ad, Samud qavmlariga o'xshash va ulardan keyingilarga o'xshash Alloh taolo bandalarga zulm qilishni xohlamaydi. Ey qavmim, men sizlar uchun haqiqatan qiyomat kunidan ansirayman. U kunda do'zax azobining dahshatidan qo'rqib, orqanglarga chekinisizlar. Sizlarga hech Allohning azobidan qutuldiruvchi bo'lmaydi. Kimki Alloh taolo uni gumroh qiladi ekan, uni hidoyat qiluvchi bo'lmaydi. Shak shubhisizki, ilgari sizlarga Yusuf Allohning dargohidan ro'shan mo'jizalarni olib keldi. U olib kelgan dalillardan sizlar hamon shaklandinglar. Toki u vafot bo'lganda, dalil pokisiz holda Alloh taolo buningdan keyin hargiz payg'ambar avatmaydi dedinglar. Alloh taolo haddidan oshquvchini, shaklanguvchini mushundoq ozdiradi." Sura G'ofir 30-34-oyat. Fir'avnning odamlari mushu holdami iymon etishni rad qildi. Bu bizni aldamoqchi deb tillashdi. Uningdan e'tiqodidan voz kechishni talab qilishdi. Bu odam dediki: "Ey qavmim, menga nimadirki
men sizlarni do'zaxdan qutuldirishga da'vat qilyapman. Sizlar bo'lsanglar meni do'zaxga da'vat qilyapsizlar. Sizlar meni Allohni inkor qilishga, men bilmaydigan narsalarni uningga sherik keltirishga da'vat qilyapsizlar. Halbuki men sizlarni g'olib, nihoyatda mag'firat qilguvchi Allohga da'vat qilyapman. Mening sizlarga aytganlarimni pat yaqinda eslaysizlar. Men ishimni Allohga topshiraman. Alloh taolo haqiqatan bandalarini ko'rib turg'uvchidir. Sura G'ofir 41-44-oyat. Kishilar amalsiz qoldi. Heliqi odam o'z gapida ching turib, to'g'ri qarashlari bilan ularning ahmoqona xom xiyollarini pash qildi. Kishilar uningga nafrat bilan qarashdi. Texi uni do't deyishdi. Hatto uni o'ltirmoqchi bo'lishdi. Lekin Alloh taolo uni ularning suiqasdi va ziyonkashligidan saqladi. Bu hol Fir'avnni qattiq azobladi. Musa alayhissalom davomli tashviq qildi. Hech qanday narsa uningga to'sqinlik qilmadi va tahdid solmadi. U Fir'avndan Allohga e'tiqod bog'lab, olamni yaratquchining ilkiga qaytib, Bani Isroillarni qo'yib berishni talab qiladi. Bu haqdagi so'zlar jiddiy aytilgan bo'lsa-mu, lekin bu noinsof zolim izzatqu patqiga cho'nqir patqanligi uchun uzungacha o'shini topmadi. Musa alayhissalom hidoyatdan chetnab ketgan turli odamlarni yig'di. Ular itoatmanlikka odatlangan edi. Xo'rliqda yashash va qul bo'lish bilan qanoatlanadi. Musa alayhissalom imkoniyatining bericha ularni uyg'otdi. Ularning hidoyatdan chetnab ketganligini va qora yuz ekanligini isbotlab berdi. U mundaq deb ulli xitob qildi. Ey qavmim, Misrning podshohligi ostimdan eqib turgan bu daryolar mening emasmi? Ko'mayotamsizlar yoki bo'lmasa men ochiq gap qilolmaydigan bu arzimas odam Musadan yaxshiroq emasmi? Nima uchun uningga osmondan oltin belayziklar tashlanmadi yoki nimishqa uning bilan birga farishtalar hamroh bo'lib kelmadi? Sura Zuhruf 51-53-oyat. Fir'avn yana o'ktamlik qilib haqiqatni soxta gaplar bilan burmiladi. Hatto u kunduzdagi yorug'likning quyoshdan keladiganligini inkor qildi. Ahvol uni qutuldirib olib bo'lmaydigan darajaga yetdi. Fir'avn Bani Isroillik bo'lgan ziyonkashligini davomlashtirdi. Ulug' Alloh taolo Fir'avn va uning atarman chaparmanlarining Allohga ishonmaganligining va Bani Isroilga ziyonkashlik qilganligining oqibatiga javobgar bo'ladiganligini jakarlab qo'yish to'g'risida Musa alayhissalomga farmon tushirdi. Alloh taolo ularni jazolashga boshladi. Ularning oltin, kumush, pul boyligi bara-bara ozlab ketdi. Mavji urib eqib turadigan Nil daryosining suvi bara-bara tugab ketdi. Ular yerlarini sug'urishga suv topa olmadi. O'xshagan ziroatlarni qurib, o'suli biraqli kemayib ketdi. Orqadan qattiq yomg'ir yig'ib kelkun paydo bo'ldi. Kelkun uzung'icha paslamay, ziroat va chorvalarni nobud qildi. Chekatkalar paydo bo'lib, mevachi va gul giyohlarni yeb qurtdi. Ularning badallarini pit besib, qichishtirib uxlag'ili qo'ymadi. Paqalarning ko'krashlari ularga orom bermadi. Ular amdili bir yerga yig'ilib g'izolnay deganda, Alloh taolo ularning burunlaridan qon oqqizdi. Buning hammasi ashu gumrohlar uchun tegishli jazo edi. Ular mundaq deyishdi. Ularga ofat kelganda, ey Musa, sen Parvarishgoringga o'zining sana ato qilgan ahdisi bilan bizdan ofatni ko'tarib o'tishni tilab duo qilgan. Qasamki, agar bizdan ofatni ko'tarib olsang, biz sana cho'qim iymon etamiz. İsrail avlodini cho'qim sen bilan birga qo'yib beramiz degan edi. Sura A'rof 134-oyat. Alloh taolo ularni azobdan xalos qilib, ularni qiyin ahvoldan qutuldirib, ularni hidoyatga boshlagan edi. Lekin ular va'dasiga xiloflik qilib, gapida turmadi. Iymon etishni rad qildi. Bani Isroilning Misrdan chiqib ketishi. Xalqi olam oldida Bani Isroil to'g'ri bilan xatoni aniq ayirib, rahimdillik Allohning elchisini qizg'in so'yib, Allohning mehr shafqati va yetakchiligiga musharraf bo'ldi. Ularning ko'zlari qandoqmi ichilmasin, e'tiqod buloqlari qandoqmi bulduqlab urg'umasin, haqiqatning mo'jizasi ajoyib nur chashmoqda. Ular buningga ko'zni uzmay zan qo'yib qarashatdi. Hamda ular oromxuda tirikchilik qiladi. Fir'avnning poposidan yoki uning yirtqichdek o'kirishidan qo'rqish behojat edi. Ular qittilarning ziminidan ayrilib, xotirjamlikka yetishni
bu mustabidlardan neri ketishni izlaydi. Musa alayhissalom ularni yetaklab Baytul Muqaddasga ketayotgan tunji kuni oqshimi Alloh taolo uningga 400 ozodi yo'l hozirlab bergan edi. Ular rahimlik surguniga uchrab, ham e'tiqodining yordamiga ega bo'lib, oxiri qurg'oq Misr zaminidan ayrildi. Bir chaqda ularning oldida birdilla shiddatli do'lqinlayotgan poyonsiz dengiz paydo bo'lib, ularning yo'lini to'sdi. Kishilar buningdan tashvishlandi, qo'rqdi. Fir'avn va uning lashkarlari ularning kaynidan dam-bas qadam qo'g'lab kelyotdi. Fir'avn ularni tutib ketish ko'yida edi. U ularni qochqan qullar, isyonkor malaylar deb lashkarlarini safarbar qilib, ot uloqlarini to'plab, kech-kunduzlab yo'l yurib qo'g'lab kelyotdi. Shu topda Fir'avnning lashkarlari ularga yetayli deb qolgan edi. Bani Isroil bag'ansiri tashvishga tushdi. Parishonlik va g'am-qayg'u ularning yuragini hardek chaqatdi. O'lim va talofat qadamma-qadam qistab kelyotdi. Fir'avnning to'rlari ularni muasiriga elish oldida turadi. Bani Isroil xuddi poyonsiz qoqos qumliqda qolib qolgandek, panoh tilab nola faryod qilishadi. Ularning ichida bir-biriga topitani qilishganlarmi, bir-birini ayblashganlarmi, umidsizlanganlarmi bor edi. Nola faryod qiluvchilar ichida Musa alayhissalomning qavmidan Yusha ibn Nunmi bor edi. U mundaq dedi: "Ey Allohning mungdashchisi, sen qandoq planlagan eding? Biz qechib qutulolmaydigan bir balo qazoq duch kelib qoldik. Oldimizda poyonsiz dengiz, orqamizda mudihish dushman. Endi biz o'ladigan bo'ldik. Alloh taolo menga dengiz yo'lda mengishga amr qilgan", dedi Musa alayhissalom. Balkim hozir qanday qilish to'g'risida uningdan ko'rsatma so'rash vaqti bo'lib qolgandi. Kishilarning amdili yongan umid o'tini noumidlik tezli o'chiribdi. Odamlar to'pi ichida patparaqchilik ko'rilgan bo'lsa-mu, lekin ularni qilib qolgan kichigina umid va payg'ambarning tasallisi tutib turadi. Ular Allohning o'rinlashtirishiga bo'ysung'ay. Alloh taolo cho'qim ularga rahim qiladi va ularning qo'g'lab kelayotgan mustabid zolimlarning hujumiga taqobil turishiga yordam beradi. Alloh taolo Musa alayhissalomga qo'lingdagi hasongni dengizga ur deb bishorat berdi. Musa alayhissalom darhol shunday qildi. Shu hamon zulmat g'oyib bo'lib, umidsizlikning pardasi ko'tarilib, Allohning mo'jizasi bilan dengizda 12 yo'l paydo bo'ldi-da, 12 qabila birdan yo'lga mangdi. Hammadan ulug' Alloh taolaning xayri xoliqi bilan kishilar bu yo'lga kirib ishonch bilan olg'a qarab mangdi. Ularning egisi o'z elchisini qo'g'dimoqda edi. Alloh taolo Musa alayhissalomga shunday dedi: "Sen mening bandalarimni kechida Misrdan elib chiqib ket. Sen asongni dengizga urib ularga bir quruq yo'l ochib bergin. Fir'avnning orqangdan qo'g'lab yetishib olishidan qo'rqmagan. Dengizda g'arq bo'lib ketishdan qo'rqmagan." Sura Taha 77-oyat. Bani Isroil qabilalari bexatar yerga qarab chapatdi. Yo'lning ikki tarafida turilgan suv xuddi tog'dek egizlab ketgan edi. Kishilar omon-eson o'tmoqda edi. Kishilar Fir'avn lashkarlarining qo'g'lab kelganligini va ularning suvda paydo bo'lib mushu yo'l bilan o'tmoqchi bo'layotganligini ko'rib, yana ansizlikka tushdi. Ularning ba'zilari qo'rqib, o'zlarini qo'g'dashga chora izlamoqda edi. Ular Fir'avnning qo'g'lab kelib zarba berishidan va o'zlarining yana ilgirgidek echinishli kunga qilishidan ansiraydi. Hammaylan Musa alayhissalomga talmirishdi. Bundoq sinoq oldida Musa alayhissalomga yanala Allohga tayinib qutulishga to'g'ri keladi. Musa alayhissalom dengizning asli holatga kelib Fir'avnni ayirib etishini va qo'g'lab kelayotgan zo'ravonlarga taqobil turadigan kuchli to'siq bo'lib qolishini orzu qiladi. Musa alayhissalom qat'iy niyatga kelib edi. Alloh taolo uningga: "Dengizga hech qanday o'zgarish paydo qilma, qo'lingdagi hasongni dengizga urma" deb bishorat berdi. Bu bishoratda Musa alayhissalomning yurtiga omon-eson yetib boradiganligi, Fir'avnning lashkarlarining suvda g'arq bo'lib o'ladiganligi aniq edi. Fir'avn va uning lashkarlari dengizdagi yo'lning to'ptiz ekanligini, bu yo'l bilan Bani Isroilni qo'g'lab tutqilib bo'ladiganligini pamlab haddidan oshdi. Fir'avn lashkarlariga: "Qaranglar, bu qochqinlarni qo'g'lab tutishimiz uchun dengiz mening irodam va farmonim bilan ikkiga bo'linib, bizga yo'l ochib berdi", dedi. Fir'avnning lashkarlari birdilla ruhlandi-da, go'yo ushshuk hari uvusidan qo'zg'algandek dengizdagi yo'lga qarab otlanib, bas-bas bilan Bani Isroilni qo'g'ladi.
Ular dengiz yo'lining yerimiga kelayotganmaylar, ikki tarafda turilgan suv birdilla qo'shilib, Fir'avnning lashkarlaridan birmi saqqanmay, hammasi dengizda g'arq bo'lib o'ldi. Fir'avn o'zining hurmati va shon shuhratini unutib, uzundan beri yo'shirib kelgan haqiqatni tushundi. O'zining qo'lidan hech nima kelmaydigan dod, ham past bir banda ekanligini, ustidagi qora bulutning tarqalib ketganligini, haqiqatningmi o'z qalbiga singib kirganligini sezdi. Bu jiddiy paytda Fir'avn Allohga iymon etdi. U mundaq dedi: "Iymon etdimki, İsroil avlodi iymon etgan ilohdan g'ayri iloh yo'qdir. Men musulmonlardandirman." Sura Yunus 90-oyatning bir qismi. Alloh taolo bu zolimni qabul ko'rmadi. Bu zolimning terilg'i yerlari va ziroatlarini xarob qildi. Uning zo'ravonligiga tegishli jazo berdi. Dengiz suvi qo'shilib, ajoyib ho'kirashga boshladi. Bani Isroil Musa alayhissalomdan: "Bu nima ovoz?" deb so'rashdi. Musa alayhissalom: "Alloh taolo Fir'avnni yo'qotdi. Uning hamma odamlari dengizda halok bo'ldi" deb javob berdi. Bu chaqda Bani Isroil asli tabiati yana qo'zg'alib, quruq xiyollarga g'arq bo'ldi va: "Ey Musa, Fir'avn o'lmaydi. Ajaba sen uning shuncha uzun yashaganligini ko'rmaganmiding? U uni talab qilib yashaydigan oddiy odamlarga o'xshamaydi" deyishdi. Ularning o'y xiyollari shu qadar g'alati bo'lgan ekan, undaqda ular shu soxta, qilchi qimmati yo'q afsonalarning g'imida bo'lsin. Yanılı qudratli Alloh taolo bir amr qilib edi. Dengiz Fir'avnning jasadini qabul qilmay do'lqin bilan so'qishib, qirg'oqqa ittirib kelib, kishilarning so'z cho'chaklarini besiqtirdi. Balkim ba'zilar Fir'avn boshqa bir dunyoda hayot yashaydi deyishgan. Yana ba'zilar yolg'on afsonalarni o'ydirib chiqib, kazzoblik qilishgan bo'lg'aydi. Hamda Alloh taolo ularning og'zini ochanmas qilyapti. Alloh taolo dengizga amr qilib, sesib ketgan bu jasadni tashlag'izvatdi. Bani Isroil hong-tong bo'lishgan va tamtirashgan holda bu zolim o'ktam podshohning jasadiga qarab qilishdi. Alloh taolo Fir'avn va uning lashkarlarini suvga g'arq qilib, o'ldirib, Fir'avnning jasadini ibrat qilib, kishilarni ogohlantirish yo'li bilan o'zining ajoyib qudratini ko'rsatdi. Bu olamlarning parvishkorining iltifoti edi. Musa alayhissalomning ahdisi. Musa alayhissalomning hassisining xosiyati bilan Musa alayhissalom va uning qavmi o'zlari tanlagan joyga xotirjam o'rinlashdi. Ularga o'zlari uchun bir qonun lozim edi. Shunga Musa alayhissalom Allohdan o'zlarini oxirgi hisobda Allohning hukmiga yetaklaydigan va o'zlarini nishonsiz turmush ilkida jon tanlashishdan ham vaqtni behuda o'tkazib yengilib qilishdan xoli qila oladigan bir kitob ato qilishini tiladi. Alloh taolo uningga g'usl qilib 30 kun ro'za tutishni, ondan senatiga berib farmon kutib turishni amr qildi. Shunda qilganda u Allohning amr farmonlari bilan to'lgan kitobga erisha oladi. Musa alayhissalom 70 erni tanlab, Alloh taolo belgilagan vaqtda yo'lga chiqdi. Lekin u o'zi oldirab ketganligi uchun senatiga boshqalardan baldur yetib bordi. Alloh taolo uningdan baldur ketib qolganligining sababini so'raganda, ular mening kaynimdan kelyotdi. Men seni xushal qilish uchun baldur keldim dedi. Alloh taolo uni ilgirkidan 10 kun uzartib 40 kun ro'za tutishga buyurdi. Musa alayhissalom o'z kishilaridan ayrilgan mezgilda uning qiladigan ishlarini qarindishi Harun vakolatan boshqarib turdi. Harun ko'pchilikning ishlarini bir taraf qilib va uningdan xabar elib, Musa alayhissalomning qimmatli baxt elib kelishini kutdi. Musa alayhissalom senatiga borgandan keyin Allohning g'amxo'rligiga nail bo'ldi. Alloh taolo uning bilan samimiy so'zlashib, uning ko'nglidagi vahima va xotirjamsizlikni tugatdi. Uning qalbida talpinish o'ti yolqinladi. Tashnolik qizg'inligi to'lib tashdi. Musa alayhissalom: "Ey Rabbim, menga yaqinroq kelsang, jamolingni aniqroq ko'rib olsam" dedi. Nima uchun Musa alayhissalom ilgari Allohni ko'rishni o'ylab boqmagan? Chunki u Alloh taolo topshirgan ishni qabul qilishni baxt, egisining g'amxo'rligidan bahramand bo'lishni xushallik deb qaraydi. U egisining huzuridan dunyoda hech kim erishamagan narsaga, ya'ni oliy maqsadga, yuksak orzuga musharraf bo'ldi. Musa alayhissalom kishilarning qarshi ilishiga sazovor payg'ambar edi.
Ular Musa alayhissalomdan bizga Allohni ko'rsatsanchi deb talab qilishgan bo'lsa-mu, lekin Musa alayhissalom bu talabni Allohga aytmagan edi. Alloh taolo xitob qilib: "Sen mening jamolimni ko'rolmaysan. Biroq sen ashu taqqa diqqat bilan qarag'in. Mubodo u o'z joyida midirlamay tursa, sen mening jamolimni ko'ralaysan" dedi. Musa alayhissalom taqqa qarab turdi. Taq birdilla simobdek erib o'ltirishib ketdi. Musa alayhissalom bu ulug' mo'jiza va hayvatli ko'rinishdan ayminib titrab, go'yo chaqmoq soqqandek o'ssiz yerga yiqildi. Alloh taolo uningga tasalli berdi va g'amxo'rlik qildi. Musa alayhissalom tush ko'rib uyg'ongandek bo'ldi-da, o'rnidan dast turib, ulug' janobi Allohga hamd sano o'qidi. Musa alayhissalom Bani Isroilga kerakli narsaga, ya'ni barcha shaylar to'g'risidagi nasihat va tushunchalarga ega bo'ldi. U: "Ey Rabbim, sen menga ato qilgan bu shon shuhratga ilgari hech kim erishib boqqan emas" dedi. "Ey Musa, men haqiqatan seni zamoningdagi kishilar orasidan payg'ambarlikka va uning bilan bevosita so'zlashishga tanladim. Men senga ato qilgan narsani, ya'ni payg'ambarlikni qabul qilgan va shukr qiluvchilardan bo'lgin." Sura A'rof 144-oyat. Bani Isroil Musa alayhissalomning 30 kundan keyin qaytib kelishini kutib turadi. Lekin kutilmaganda uning vaqti so'zilib ketdi. Buning bilan Musa va'dasiga xiloflik qildi. Lavzida turmay, bizni bu qorong'u tun ilkiga tashlavatdi. Biz hozir biror odamning bizga yo'l ko'rsatib, bizni hidoyatga boshlashiga shu qadar muhtoj tursak, deydigan mish-mish gaplar tarqaldi. Bu chaqda Samari fursatdan foydalanib yomon plan ko'rsatdi. U mundaq dedi: "Musa qaytib kelmaydi. Sizlar bir iloh tanlab olishinglar kerak. Musa sizlarning ilohinglarni izlayman deb berib, yo'ldan ezib ketib ishlaringlarga barham berdi. Va'dasiga xiloflik qildi." Shu asnoda mal'un shayton kishilarning mayuslanayotganligini pamladi. Ular aslida Allohga ishonmay, har xil butqa cho'qinganlardan edi. Bu odamlar Samariga: "Boshqalarning bir ilohi bo'lganidek, bizga mo bir iloh deb bersangchi" dedi. Samari bu odamlarning nodonligidan foydalanib, yerdan bir kamar ko'lab, bir siqim zinnat buyumni kamarga tashladi. Ondan o't yiqib, ulardan bir oltin mo'za yasadi. Uning tenimi bor, unumi bor edi. Suңaklari bilan go'shtlari aniq bilinib turadi. O shuncha umoq ediki, kishilar uni bas-bas bilan ko'rishdi. Bani Isroil oltin mo'zayga maftun bo'lib, bosh urib cho'qinib ketdi. Harun bearam bo'lib va qayg'urib jinidan judo bo'g'ili tas qoldi-da, ularga: "Ey qavmim, sizlar mo'zay bilan qaymoqtirildinglar. Sizlarning Rabbinglar marhamatli Allohdir. Menga bo'ysuninglar, buyrug'imga itoat qilinglar" dedi. Ular Musa qaytib kelganga qadar uningga cho'qinaveramiz deyishdi. Sura Taha 90-91-oyat. Harun va e'tiqodda chang turib va'daga amal qilib kelguvchilar o'rnidan dast turishdi. Ular birer janjal chiqib kishilarning har xil firqa guruhlarga bo'linib ketib, parakandichilik tug'ilishdan ansiraydi. Musa alayhissalom Allohning dargohida turib bu voqeani bildi. Allohdan uningga: "Ey Musa, sen mangandan keyin sening odamlaring ozdi. Samari ularni tuyuq yo'lga boshildi" deb xitob keldi. Musa alayhissalom belgilangan muddat to'shqandan keyin qaytib keldi. U Iroqdilla cho'qon so'ran ovozni anglab, voqeaning sabablari va haqiqiy ahvolning hammasini bildi. Kishilar oltin mo'zayni cho'ri deb usul o'ynab, naqshi etishyapti. Bu hol Musa alayhissalomning g'azabini qo'zg'adi. U qo'lidagi narsani tashlab Harunga qarab chapdi va uning chas soqolidan tutib qattiq silkib turib dedi: "Sen ularning tuyuq yo'lga manganligini ko'rib turib, nima uchun ularni mening yo'limga boshlamaysan? Chaqqon bo'l, ularni tezdan tavba qildir. Ularning bu tushkunlishiga qarshi kurash qilib, Allohga shak keltiradigan bu o'tni o'chir." Harunning ko'ngli lassida bo'lib, uni ichiga tushib ketdi. U tashvishlanadi ham hasrat chekadi. U qarindishidan kamchilik va afo so'radi, ham qarindishining g'azabini pasaytirishga tirishdi. "Jinim qarindishim, soqolim bilan chechimni qo'yib bergin. Ular meni bo'ysundirib oldi. Meni o'ltirib etkili tas qoldi. Sen dushmanga o'yin qilib bermagin, meni yo'ldan ozg'onlar qatorida ko'magin. Ey rahimdil qarindishim, men ularga qarshi kurash ib bolsam, sening meni Bani Isroil orasiga bo'lgunchilik soldi
gapimni anglamadi deyishingdan qo'rqaman dedi. Shuning bilan Musa alayhissalomning g'azabi yenib, bu voqeani bir qadar sovuqqonlik bilan bartaraf qildi. Musa alayhissalom oldi bilan bu parakandichilikning sababiga va mushriklarning boshliqlariga, shuningdek hidoyatni tashlashga qudratqo'chilarga diqqat qildi. U Samriyaga mundaq dedi: "Samriya, bu sening nima qilganing? Men ular ko'rmaganni ko'rdim. Elchining izidan bir changal to'pini oldim-da, uni mo'zayga chashdim. Shuning bilan uningdan mo'zayning ovoziga o'xshash ovoz chiqdi. Shuningdek buni menga nafsim chiroyli ko'rsatdi" dedi. Sura Taha 96-oyat. Musa alayhissalom xaloyiqning oldiga kelib dedi. U aytdi: "Sizlarga Rabbinglar yaxshilikni va'da qilmaganmidi? Sizlar ahdini unutgudek vaqt shuncha uzun bo'lib ketdimi? Yoki sizlar o'zinglar Rabbinglarning g'azabi tushishini iroda qildinglarmi? Shuning uchun sizlarning menga bergan va'danglarga xiloflik qildinglarmi?" Ular aytdi: "Sana bergan va'daga o'zligimizdan xiloflik qilganimiz yo'q, lekin biz Fir'avn qavmining zinnatlaridan nurg'un elib chiqqan edik" deyishdi. Xaloyiq javob berib. Sura Taha 86-87-oyat. Lekin bir muncha gunohni yuklab oldik. Samri oltin mo'za yasab bizni qutratqashqa biz ozdik. Ular o'zlarining yo'ldan ozganligiga qattiq pushaymon qilib, Allohdan mag'firat tiladi va shundoq deyishdi: "Navoda Alloh taolo bizni afv qilmaydi ekan va bizga rahim qilmaydi ekan, biz cho'qim ziyon tortamiz." Musa alayhissalom ularga: "Sizlar oltin mo'zayga cho'qinib, o'zinglarni vayron qildinglar" dedi. "Biz hozir qanday qilishimiz kerak?" deb so'radi kishilar. "Allohga qasam berib, uningdan gunohinglarga mag'firat tilanglar" deb javob berdi Musa alayhissalom. Ular yana Musa alayhissalomdan qasam berish va mag'firat tilashning choralarini so'radi. Musa alayhissalom dedi: "Sizlar o'z nafsinglarni to'sib, hasadxo'rlikni tugatinglar. Xam xiyolni tashlab gunohinglarni yuyinglar hamda badniyatliginglarni tashlab, barliq bo'lmag'ur o'y xiyollardan neri turinglar." Ular payg'ambarlarning samimiy murojaatini qabul qildi. Karami keng Alloh taolo ularning gunohini mag'firat qildi. Kishilarni ozdirib tuyuq yo'lga boshlagan Samriyni Alloh taolo jazolaydi. Bani Isroilning avlodlari uningga yaqin yo'lamaydi. Uning bilan bir qatorda turmaydi. U toki umrining oxirigacha hech kim esdashlik qilmaydigan, hech qanday odam yaqin yo'lamaydigan va uchrashmaydigan yirtqichga aylanib ketadi. U bir osi, gunohkor sifatida do'zaxga kiradi. Qilgan gunohi uchun azob chekadi. Mana bu mal'ullarning ichinishlik oqibati. Musa alayhissalom Samri yasagan oltin mo'zayni ko'ydirib dengizga tashladi. Samri paydo qilgan jinoiy voqea mana shunday oyoqlashdi. Yo'ldan ezish. O chaqda Alloh taolo Bani Isroilga xilma-xil mehr shafqat qilib, baxt saodat ato qilgan edi. Ular Fir'avnning ilkida to'p-to'g'ri bir asr azob chekkan edi. Alloh taolo ularni qutuldirdi va ularning oldida Fir'avnni yo'qotdi. Burun ular xor qullar edi. Keyin erkinlikka erishdi. Burun nadonlikda yo'ldan ozg'uvchilar edi. Amdilikda Alloh taolo ularni hidoyatga boshlash uchun ular orasiga o'z elchisini evatdi va mehr shafqat yog'dirdi. Xushallik beg'ishildi, ilgirkilar ko'rib boqmagan yaxshiliklarni ato qildi. Alloh taolo ularga mehr shafqat, baxt, saodat, umid, orzu beg'ishlagandan keyin Musa alayhissalomning Bani Isroilni yetaklab Baytul Muqaddasga, ya'ni Alloh taolo Ibrohim Xalilullohga Allohning qonuni bo'yicha haqqoniy kishilarning podshohi bo'lishga ijozat qilingan joyga berish to'g'risida bishorat berdi. Bani Isroil ilgari qibtilarning dafsanda qilishiga va hukmronlarning zulmiga, burni kesilishdek jazoga va har xil xo'rliqqa uchraydi. Shunga ularning qibtilarga bosh egib itoat qilishidan boshqa amali yo'q edi. Ular hujum qilish to'g'risidagi xabarni urush qilib Arixoniga berib, Esin va Kan'onliklarni qo'g'lab chiqarib, u yerdagi munbat zaminni o'zining zimin qilish to'g'risidagi buyrug'ini anglagan aman birdilla bo'shishib qo'rqib ketishdi va tizilib o'ltirib Musa alayhissalomga yalurib: "Ey Musa, muqaddas zaminda kuchli bir qavm bor. Ular chiqib ketmaguncha biz u yerga hargiz kirolmaymiz. Ular u yerdan chiqib ketsa cho'qim kiramiz" dedi. Sura Maida 22-oyat. Ular u yerdagi odamlarni chiqarib etishda yana mo'jizaga tayinlagandek qiladi. Ular hech qanday kuchimaylar
yoki biror odam chiqim totmayli kirishni o'ylaydi. Ammo taqvodor ikki mo'min masalaga ularda qaramadi. Ularning muloyizlariga agashmadi. Ularga to'g'ri yo'l ko'rsatib, shaharning darvozasidan hujum qilib kiringlar. Darvozadan hujum qilib kirsanglar, cho'qim g'alaba qilasizlar. Agar mu'min bo'lsanglar, Allohga tavakkul qilinglar dedi. Sura Maida 23-oyat. Lekin ular ojizligini ifodalaydigan ashu gaplarni yanala takrorladi. Hatto yuz xotir qilmadi. Ongsiz nodonligidan g'avg'o paydo qilish darajasiga berib yetdi. Rahim shafqatchilar savr toqat qilib turolmaydigan gaplarni qilishib, "Ey Musa, ular u yerda bo'ladi ekan, biz hargiz u yerga kirolmaymiz. Sen Rabbing bilan birga berib ikkinglar ular bilan urushinglar. Biz bu yerda o'ltirib turaylik" dedi. Sura Maida 24-oyat. Musa alayhissalom atrofga saf selib chiqdi. Qarindishi Harun va heliqi ikki mu'mindan boshqa ishongudek va tayong'udek bir odamni tepilmadi. Musa alayhissalom tarafidagi bu bir nechalan eng ojiz, iqtidorsiz qo'shin bo'lish sifati bilan son jihatdan ko'p darajadagi ustun bo'lgan lashkarlarga duch keldi. Shon Musa alayhissalom Allohga talpinib, "Ey Rabbim, men faqat o'zimga va qarindishimga ega. Sen biz bilan birga fosiq qavm orasida bir hukm qilgan." Sura Maida 25-oyat. Alloh taolo uningga mundaq bisharat berdi. Ular odam qadimi tegmagan mushu cho'lda eziqib ketadi. Giyoh unmaydigan bu qoqos jazirada tamtirab yuriydi. Ular bu yerda 40 yil turadi. Ularning katavashlari o'lgandan keyin yangi kuchli bir avlod maydonga keladi. Ular botirlik bilan jangga otlanadi. Davomi bor.